Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Serdor. Bu videoda siz bilan orqa miya tuzilishini ko'rib chiqamiz. Orqa miya medulla spinalis umurtqa kanalida joylashgan bo'lib, uning uzunligi 40-45 cm ni tashkil etadi. Orqa miyaning boshlanish qismi foramen magnum, tugash qismi esa bel umurtqalarining birinchi, ikkinchi qismida konusmon shaklda tugaydi. Ya'ni bu yerning nomi konus medullaris deb ataladi. Undan pastki qismiga esa ipsimon shaklda davom etadi. Bu tuzilmaning nomi filum terminalis. U ikki qismdan iborat, ya'ni miya pardasini o'ralgan qismi filum terminalis interna, o'ralmagan qismi filum terminalis externadan iborat. Orqa miya 31 ta segmentdan tashkil topgan bo'lib, bu segmentlar bo'yin qismida 8 ta, ko'krakda 12 ta, belda 5 ta, dumg'azada 5 ta va dum qismida bitta segmentdan tashkil topgan. Orqa miyada har bir segmentda bir juft orqa miya nervlari chiqadi. Bular foramen intervertebralis orqali umurtqa kanalidan tashqariga chiqadi. Orqa miyada kengaymalar mavjud bo'lib, bular bo'yin kengaymasi va lumbosakral kengaymalardir. Bo'yin kengaymasi 3-segmentdan ko'krakning 2-segmentigacha davom etadi. Lumbosakral kengaymasi 1-bel segmentidan boshlanib 3-dumg'aza segmentigacha davom etadi. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, orqa miyadagi hujayralar soni ular innervatsiya qiladigan mushaklar soniga to'g'ri proporsionaldir. Ya'ni bu yerda bo'yin kengaymasida, ya'ni bu yerdan qo'llar innervatsiya qiladigan nervlar chiqqanligi uchun bu yerdagi hujayralar soni ko'krakdagiga nisbatan ko'proq. Shuning uchun ham bu yerda kengayma hosil qiladi. Xuddi shunday bel dumg'aza kengaymalarda ham xuddi shunday bu yerda oyoqlarni innervatsiya qiladigan tolalar chiqqanligi hisobiga bu yerda ham kengayma hosil qilyapti. Orqa miya tuzilishiga kelsak, u miya parda bilan o'ralgan 3 ta miya parda. Agar tashqaridan ichkariga kirsak, tashqi tomonda qattiq miya parda yoki dura mater, undan keyin arachnoid mater yoki o'rgimchaksimon miya parda, keyin pia mater yoki yumshoq miya pardalar bilan o'ralgan. Bu yerda bo'shliqlar mavjud, ya'ni pia mater va arachnoid orasida subarachnoid bo'shliq. Bu yerda orqa miya suyuqligi harakatlanadi. Uning asosiy vazifasi orqa miyani oziqlantirish va himoya qilishdir. Bundan tashqari dura materning ostida va ustida ham bo'shliqlar mavjud, ya'ni dura mater va arachnoid orasida subdural, ya'ni duraning ostida va dura mater va perioz orasida epidural, ya'ni dura materning ustidagi bo'shliqlar. Endi orqa miyaning o'z tuzilishiga kelsak, ya'ni bitta yoriq bir nechta egatlardan iborat. Ya'ni oldingi qismida joylashgan yoriqning nomi fissura mediana anterior. Mana e'tibor bersanglar, orqa qismida esa sulcus mediana posterior joylashgan. Yuqorida aytdik, har bir segmentda bir juft orqa miya nervlari chiqadi. Ya'ni bu nervlar aralash hisoblanadi. Ya'ni uning tarkibida ham sezgi, ham harakat nerv tolalari mavjud. Keyin yana bir narsani ta'kidlash kerak, bir nechta nerv ildizlari keyin bitta nerv tolasini hosil qiladi, ya'ni qo'shilishidan. Oldingi qismidan chiqqan nerv ildizlari harakatni hosil qilsa, orqa tomonidan kirgan nerv ildizlari esa sezgi nerv tolalarini hosil qiladi. Bu kirgan joyda ham egatlar hosil qiladi. Ya'ni oldingi qismida sulcus anteriolateralis va sulcus posteriolateralislarni hosil qiladi. Orqa miyaning ko'ndalang kesmasini ko'rsak, ikkita qismga ajraladi, ya'ni kulrang modda va oq moddadan iborat. Kulrang modda o'z navbatida ikkita qismga bo'linadi, ya'ni cornu anterior, cornu posterior, ya'ni oldingi shox va orqa shoxdan iborat. Dastlab nimani ko'rsak, kulrang moddani ko'rsak, aytganimizdek ikkiga bo'ldik. Oldin nimani aytib o'tishimiz kerak? Nima uchun
kulrang modda, oq modda. Ya'ni rangi nima uchun shunday? Chunki oq modda faqat nerv tolalaridan iborat, bular esa miyelin bilan qoplangan. Miyelinning asosiy tarkibi, ya'ni fosfolipidlar yoki yog' tabiatli moddalar tashkil topganligi uchun bu yer oq rangda. Kulrang qismi esa hujayralar tanasidan iborat, shuning uchun ham bu yer kulrang rangda ko'rinadi. Endi kulrang moddadan boshlaymiz. Tuzilishini o'rganishni aytganimizdek, asosan ikki qismdan iborat, ya'ni kornu anterior va posterior. Bu yerda bir nechta hujayralar to'planib bitta yadrolar yoki maxsus vazifani bajaruvchi qismni hosil qiladi. Dastlab oldingi qismida qanday yadrolar yoki maxsus vazifani bajaruvchi hujayralar mavjudligini ko'rib chiqamiz. Oldingi qismida asosan 3 ta hujayralar to'plami, 3 guruh hujayralar to'plami mavjud. Ya'ni lateralis, centralis va medialisdan iborat. Har qaysisining o'zining vazifasi mavjud. Masalan, lateralisdan boshlasak. Lateralisdan alfa va gamma motoneyronlar chiqadi. Bular qo'l va oyoqlarni innervatsiya qilishda qatnashadi. Ya'ni bular asosan yuqorida aytgan kengaymalardan mavjud. Faqat qo'l va oyoqlarni innervatsiya qiluvchi motoneyronlar chiqadi. Keyingisi centralis, ya'ni sentral guruhdagi hujayralar to'plami. Bular asosan bo'yin va dumg'aza qismida joylashgan bo'lib, bel va dumg'aza qismida joylashgan bo'lib, bo'yin qismida yadrolar joylashgan. Ya'ni birinchi bo'yin segmentidan 5-chi bo'yin segmentigacha 11-chi nervning, ya'ni nervus accessorisning yadrolari joylashgan. Bundan tashqari 3-chi va 5-chi bo'yin segmentlarida esa frenik nervning yadrolari, ya'ni diafragma innervatsiya qiluvchi nervning yadrolari joylashgan. Endi oxirgi guruh hujayralar, bular medial guruh hujayralar. Bularning asosiy vazifasi tana, ya'ni umurtqaga yaqin qismdagi hujayralar, ya'ni mushaklarni innervatsiya qilishdir. Ya'ni bular qovurg'alararo mushaklar bo'lsin yoki qorindagi mushaklar bo'lsin va orqa guruh mushaklarini innervatsiya qilishda medial guruh hujayralari ishtirok etadi. Orqa guruh hujayralari yoki yadrolarga to'xtalsak, dastlab orqadan ichkariga qarab kiramiz. Ya'ni nukleus gelatinoza yoki jelatinsimon yadro. Buning asosiy vazifasi og'riq va haroratni modulyatsiya qilish, ya'ni og'riq va haroratdagi impulslarni qabul qiladi, ya'ni spina talamik yo'llardan og'riqni kuchaytirishi mumkin yoki bloklashi mumkin. Asosiy vazifasi og'riq va haroratni qayta ishlash. Keyingisi nukleus propria yoki xususiy yadrolar. Bular chuqur sezgilarni qabul qilib talamusga uzatadi, ya'ni qo'l va burdoqdan kelgan ma'lumotlarni talamusga uzatish vazifasini bajaradi. Uchinchisi nukleus dorsalis yoki Clark hujayralari. Bular asosan joylashgan, ba'zi manbalarda joylashgan deydi T1 dan T12 gacha, ba'zi manbalarda aytadi nimadan 3 dan L2 L3 gacha nimada joylashgan, ko'krak oraliqda. Qisqasi bu ko'krak segmentlarida joylashgan bo'lib, bular ham proprioretseptorlar, chuqur sezgilarni talamusga emas, bu faqat miyachaga uzatish vazifasini bajaradi. Ya'ni muvozanat saqlashda ahamiyati katta. Clark ustunlari yoki nukleus dorsalis deb ataladi. Bundan tashqari sentral zona ham mavjud. Bu sentral zonada sentral kanal joylashgan. Bu yerda ham orqa miya suyuqligi harakatlanadi. Yuqorida aytdik, kulrang modda asosan kornu anterior va lateralis, lekin ba'zi qismlarda kornu lateral, ya'ni yon shoxlar ham mavjud. Bular qayerlarda joylashgan? Ya'ni ko'krak va dumg'aza qismida, ya'ni ko'krakning T1 dan boshlanib L2 L3 gacha qismida joylashgan. Bu yerdan
simpatik tolalar chiqsa, ya'ni to'mazaning S2 S4 oralig'idan esa parasimpatik nerv tolalari chiqadi. Bu yerda ham nukleuslar joylashgan, ya'ni nucleus intermedius lateralis, bu yerdan simpatik tolalar chiqadi. Aytganimizdek T1 dan L2-L3 orasida simpatik nerv tolalari chiqadi. Keyin parasimpatik S2 S4 orasida nucleus intermedius medialis qismidan chiqadi, ya'ni taxminan shunday joyda joylashgan bo'ladi. Endi oq modda tuzilishini ko'rsak, yuqorida aytdik, oq modda asosan nerv tolalaridan iborat, ya'ni bu yerdan o'tkazuvchi yo'llar harakatlanadi. Ular 3 ga bo'linadi, ya'ni funiculus anterior, posterior va lateralis. O'tkazuvchi yo'llar 3 ga bo'linadi. Ko'tariluvchi yoki sezgi, tushuvchi yoki harakat yo'llari va intersegmental yo'llardan iborat. Dastlab intersegmental yo'llarni ko'rib chiqsak, bular asosan oq va kulrang moddasi orasida nozik chegarani hosil qilib joylashadi. Ularning vazifasi orqa miya segmentlarini o'zaro bog'lashdan iborat. Bundan tashqari bu yerga e'tibor bersak, bu yerda retikulyar hujayralar joylashgan bo'lib, ya'ni retikulyar formatsiyaning orqa miyadagi qismi, ya'ni reticular spinalis hujayralari joylashgan. Bularning asosiy vazifasi yurak qon tomir sistemasini boshqarish, nafas sonini boshqaradi. Undan tashqari muvozanat saqlashda ham katta ahamiyatga ega. Bu yerda mana ko'rsatyapti reticularis spinalisni. Endi ya'ni funiculus posteriorda qanday sezgi yo'llar o'tishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni funiculus posteriorda asosan chuqur sezgi yo'llar o'tadi. Bular ikkita, ya'ni funiculus gracilis va funiculus cuneatusdan iborat, yoki boshqacha qo'l yo'li va burdaq yo'llardan iborat. Qo'l yo'li asosan, ya'ni funiculus gracilis T6 dan pastda, ya'ni T7 dan boshlab chuqur sezgilarga javob bersa, funiculus cuneatus yoki burdaq yo'li tananing yuqori qismidagi chuqur sezgi reseptorlardan kelgan axborotlar shu yo'llar orqali o'tadi. Endi oldingi va lateraldagi nimalarni ko'rib chiqsak, qanday sezgi yo'llar mavjud? Dastlab yuzaki sezgi yo'llarini ko'rib chiqamiz, ya'ni spina thalamic lateralis, spina thalamic anterior. Bular spina thalamic lateralis og'riq va haroratni sezuvchi nerv tolalari harakatlansa, spina thalamic anterior qismidan esa bosimni va qo'pol teginish yoki kurtaj deb ataladi. Bu yerdagi ma'lumotlar asosan yuqorida aytganimizdek jelatinsimon yadroga borib, keyin talamusga uzatiladi. Bundan tashqari yana spina cerebellar yo'li ham mavjud. Spina cerebellar yo'llar ikkiga bo'linadi. Spina cerebellar posterior va spina cerebellar anterior. Bular posteriorning vazifasi nima? Posteriorning vazifasi tanani statik holatda muvozanatni saqlash. Ya'ni tanamiz tinch turganda muvozanatni saqlash asosan spina cerebellar yo'lidagi axborotlar asosida amalga oshadi. Endi spina cerebellar anterior qismi esa asosan harakat payti, ya'ni dinamik holatdagi tanani muvozanatni saqlashda katta ahamiyatga ega. Lekin bu ikkalasi ham tananing pastki qismida axborotni miyachaga uzatadi. Ya'ni bulardan axborot oldin Clark hujayralar yoki nucleus dorsalisga borib, keyin miyachaga uzatiladi. Endi tananing yuqori qismidagi axborotlar asosan kuneal cerebellar yo'li orqali uzatiladi. Uning ham vazifasi xuddi shunday, ya'ni muvozanatni saqlashdan iborat. Bu asosiy sezgi yo'llar edi. Endi harakat yo'llarini ko'rib chiqamiz.
Harakat yo'llari asosan ikkita katta guruhga bo'linadi, ya'ni piramidal yo'llar va ekstra piramidal yo'llardan iborat. Piramidal yo'llar asosan yarim shardan, ya'ni korteksdan boshlanadi. Bular ixtiyoriy harakatlarga javob bersa, ekstra piramidal yo'llar asosan miya ustunidan boshlanib, bular ixtiyoriy harakatga yordamlashadi yoki ixtiyorsiz harakatlarni amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Endi dastlab piramidal yo'llarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda faqat yo'llarni ko'rib chiqamiz. Alohida har bir tuzilmani o'tgan paytimiz to'xtalib o'tamiz. Ya'ni birinchi piramidal yo'llar ikkita: corticus spinal lateralis, corticus spinal anteriordan iborat. Corticus spinal lateral qismi va corticus spinal anterior bular piramidal yo'lni hosil qiladi. Piramida deb atalishga sabab uzunchoq miyaning oldingi qismida piramidasimon do'mboqchalar mavjud. Shu yerdan o'tganligi uchun bular piramidal yo'llar deb ataladi. Bularning asosiy vazifasi ixtiyoriy harakatga javobgardir. Bu yo'lning to'liq tuzilishini keyingi videomizda, ya'ni harakat yo'llarini o'tganimizda to'liq ko'rib chiqamiz. Ya'ni qayerda kesishadi, qayerda birinchi, ikkinchi nukleus, ya'ni yadrolari joylashganligini ko'rib chiqamiz. Endi ekstra piramidal yo'llarga to'xtalsak, ekstra piramidal yo'llar bular ixtiyorsiz harakatlar, ya'ni ixtiyorga bo'ysunmaydigan harakatlarni bajarishda asosiy ahamiyatga ega. Dastlab boshlaymiz. Rubra spinalisdan boshlaymiz. Ya'ni bu o'rta miyaning qizil yadrosidan boshlanuvchi yo'l rubra spinalis yo'li. Bu lateral funikulusda joylashgan bo'lib, nimaning lateral qismida, ya'ni corticus spinal lateralisning lateral qismida joylashgan. Uning asosiy vazifasi nima? Uning asosiy vazifasi qo'l oyoqlarni bukuvchi mushaklarni rag'batlantirib, yozuvchi mushaklarni tormozlashdan iborat. Bundan tashqari, qo'llar va oyoqlarning nozik harakatlariga ham javob beradi. Rubra spinal yo'llar. Keyingisi tektospinal yo'llar. Tektospinal yo'llar bu ham o'rta miyaning tektum qismidan boshlanuvchi yo'llar hisoblanadi. Bularning asosiy vazifasi, ya'ni ko'z harakatga nisbatan boshni o'sha tomonga burish, ya'ni biz nimaga qaraganimizda bosh ham o'sha tomonga buriladi. Bu tektospinal. Faqat ko'z emas, tovushga ham yo'nalgan holda boshimizni burish shu orqali amalga oshadi. Ya'ni kimdir bizni chaqirsa o'sha tomonga qarashimiz bu tektospinal yo'l orqali amalga oshadi. Keyingisi vestibular spinal yo'l orqali, ya'ni bu orqali nima qilinadi? Vestibulyar apparat bilan bog'langan yo'l hisoblanadi. Bu ko'prik va uzunchoq miyadan boshlanuvchi yo'l hisoblanadi. Bularning asosiy vazifasi tana, ya'ni boshning holatiga qarab tana mushaklarini shunga moslashtirishdan iborat. Qisqacha aytganda, bu muvozanat saqlashda katta ahamiyatga ega. Keyingisi reticular spinal yo'llar. Bu ham ikkiga bo'linadi. Reticular spinalis anterior, reticular spinalis laterallardan iborat. Retikular formatsiyaning tarkibi qismi bo'lib, bular asosan rubra spinalisga teskari, ya'ni bular yozuvchi mushaklarni rag'batlantirsa, bundan tashqari muvozanat saqlashda ham ahamiyatga ega. Avtomatik harakatlarni bajarishda aynan reticular spinalis katta ahamiyatga ega. Masalan, yurganimizda qo'llarning harakati reticular spinalis orqali amalga oshadi. Bundan tashqari, masalan, avtobusda ketayotgan paytimiz to'satdan to'xtasa, shu paytda muvozanatni saqlashimiz ham reticular spinalis yo'l orqali amalga oshadi. Bundan tashqari yana bitta yo'limiz mavjud. Olivia spinalis, ya'ni uzunchoq miyadan boshlanuvchi yo'l. Bu odamlarda uncha ahamiyatga ega emas va ba'zi manbalarda shunchaki rudiment sifatida qolgan deb ham keladi.
Bu asosiy harakat yo'llari edi, ya'ni piramidal va ekstra piramidal yo'llar. Shu bilan bu videomiz tugadi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va fikrlaringizni izohlarda qoldiring.